Akalar, naralniyda mana bukdik. Endi bunda qo'lda iladigan mana mayda shunday kamchiliklari bor. Qo'lda ilib qoladi, ba'zi joylarda shilak bo'lib qoladi. Biz mana shuni yo'qotish uchun biz maxsus texnika yasaganmiz. U texnikaga har birini solamiz. Chotki qilib ustini qotirib aylantiramiz. Akalar, mana aylantirib bo'ldik. Endi buni ochamiz. Mana akalar, kachestvasini ko'rishingiz mumkin. Eski holat bilan qo'lda qirmaydi, boshqa qilmaydi. Ishlaklari polga to'kilib ketgan. Chotki holatda. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Bemalol hijolat bo'lmasdan yozishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, rahmat.